Do'stlar, assalomu alaykum. 2026-yil 3-avgust sanasida olinyapti. 6-marta terib qo'ygan holati mana. Javikalarimiz bu tutubasi mana. Javikan holatini qarang, o'ta go'zal holda muqalli terilgan. Terilib mevalari pishyapti, terilib boryapti. Albatta bularni xudo xolasa ertadan yana terimi bo'ladi mana. O'ta ham go'zal holatda. Qani bitta yeb ko'rsatamiz, bismillah. Mazasi keladi. Yiriligini qarang, javikalar. Hozir o'zimiz shu kunlarda sotilayotgan summasi 30 ming so'm, 35 ming so'm bo'lyapti. Albatta bu ko'chatlardan boq qilaman deydigan odamlar bizga aloqaga chiqaversa, nomerlar qoldirib qo'yamiz. Javika ko'chatlariga kimga kerak bo'lsa, soni cheklangan ozroq qoldi ko'chatlarga aloqaga chiqaveramiz. Sog' bo'lasa, salomat bo'lasa, like bosamiz mana. Katta kichikligini qaranglar, o'ta go'zal holatda, qop-qora bo'lib pishgan. Like bosamiz, obuna bo'lib. Sog' bo'lasizlar. Mana. Ijavika. 1 gektariga 3000 tut ketadi bundan ijavikadan. O'ta go'zal holatda. Like bosamiz, obuna bo'lamiz.